Qishga olib qo'yilgan olchalardan mazali pirog pishiramiz. Hamma masalliqlarni videoda ko'rsatilgandek solamiz. Qancha grammajlarini hammasini описаниеda yozib qoldiraman. Tayyor bo'lgan xamirni 30 minutga xolodilnikka tindirishga qo'yib qo'yamiz. Nachinkasini tayyorlash uchun bizga olcha, shakar va kraxmal kerak bo'ladi. Bitta qaynatib olov o'chiramiz. 30 diametrli qolipga chetlari bilan shunaqa yoyib chiqamiz. Sovigan nachinka bir tekisda yoyib chiqiladi. Chetlarini shunaqa bo'rtik qilib chiqamiz. Chetlaridan ortib qolgan xamirdan ustini xohishga ko'ra besatsanglar bo'ladi. 180 gradusda yarim soatda pishirib olamiz. Pirogimiz tayyor, juda ham yumshoq va mazali.